Bugun men 10 ming dollar yo'qotdim. Aynan shu Yakkasaroydagi to'y edi. Nimaga bunaqa bo'lganini videoni oxirida aytib beraman. Faqat diqqat qilib qaytaraman, diqqat qilib videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Ha, boshqatdanmi? Настроение, har doim настроение, voy. Puldan ham ustun narsa bu labs. Bugun Tojikistonda to'yi juda qattig'i bo'ldi. Aynan shu kunga bizga 15 ming dollar prilagat qilishdi. Bilasizlarmi, bizda bunaqa holat juda ham ko'p kuzatiladi, lekin har doim labs qilgan joyga borganmiz. Bugungi to'y yordik, missiya bajarildi. Yoshlar baxtli bo'lsin, show brandslar bilan davom etamiz.